oshdi bugun. Kecha gapdan gap chiqib ketib, Shoakbar shashar restoranda ishlagan bu yerda bemalol o'tiramiz. Shunaqa keldik, desam, onam bir narsa gapirib qoldilar. "Va ana suvli joymi?" dedilar. Ha, desam, bir umr orzu qilganman o'sha yerda o'tirishni. Dedek ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Boryapsanlar, olib bor demaysizmi? İçimden shunaqa zil ketib qoldi. Kasal bo'lsangiz, Alloh shifo bersin, tuzalishingiz mumkin. Pulingiz qolmasa, topilishi mumkin. Lekin ota-onani topib bo'lmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin, kelishyapti. Bir mehmon qiling, o'g'il bo'lib. Assalomu alaykum. Keling ona. Yoqdimi ona? Salqinmi? Mazza va shu mana shu qanaqa joy ekan deb 50 yildan beri orzu qilardim. Aytmaysizmi oxirida? Endi saldan o'ylayman de cho'lchaylaring bolam. Endi mening orzularim bor, hammasini aytursam saldan. Turing, sekin ushaladigan payt keldi. Charchatib qo'yaman. Allohning izni bilan. Shunaqa havasim kelardi. Shunaqa joy qayerda ekan deb. Biz institutda o'qib yurganda bu bor edi. Agar o'sha joy shu bo'lsa. Shu bitta o'zimiz. Siz qalbimning do'risiz, olam aro mehrda, onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqa. Adam yetmagan ekansiz. Shuncha payt xabar Sho'ril bordir dilayim. Bir marta, ikki marta hayotimizda kinoga borganmiz. Yubormadilar. Oyi duo qiling. O'ziga ming marotaba shukrlarni ko'rganimga, shunaqa xursandchilik qiladi, shunaqa armolarda yurganimga Alloh o'zingga adashsin. Seni ham Alloh ishlaring o'nglasin, topganingga baraka bersin, omadingni bersin. Nima niyating bo'lsa ijobat qilsin. Yana shunaqa o'tirishlar bardavom qilib, doim xursandchilik kunlarda yurishni Alloh nasib etsin. Mazza qildim. 50 yillik orzuyim amalga oshdi bugun.